Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida hozirda yurtdoshlarimizni xorijdagi mavjud bo'sh ish o'rinlariga joylashtirish uchun xalqaro maqomga ega bandlik agentliklari bilan hamkorlikda keng ko'lamda targ'ibot tadbirlari olib borilyapti. Xususan, tashkil qilinayotgan mehnat yarmarkalari orqali aholi xorijiy til va kasblarga o'qitilib, xavfsiz tartibli migratsiyaga yuborilmoqda. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Buxoro viloyat filiali tomonidan o'tkazilgan navbatdagi loyiha ham ayni maqsadlarga xizmat qildi. Prezidentimizning 2024-yil 17-oktyabrdagi xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish jarayonlarini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan tizimda bir qator samarali natijalarga erishilmoqda. Navbatdagi xalqaro mehnat yarmarkasida ham 50 dan ortiq buxoroliklar o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Migratsiya agentligi tomonidan xalqaro mehnat yarmarkalarini har oyda muntazam tashkil etish odatiy an'anaga aylandi va bu bilan biz mana ishsiz yurgan fuqarolarimiz yoki xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarimiz uchun bir emas, bir necha ish turlarini taklif qilamiz. Jumladan ishsiz fuqarolar o'zlarining mutaxassisligi va o'zlarining xohishlariga ko'ra ish o'rinlarini tanlashlari va mana shu ish o'rinlariga joylashlari uchun Migratsiya agentligi o'zining yaqindan yordamini ko'rsatadi. Va eng quvonarlisi, bugungi kunga kelib esa Janubiy Koreya davlatiga ishlash uchun 116 nafar fuqarolarimizni muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tkazib, ularni mana shu davlatga ishlashga, vaqtinchalik ishlashga yuborish arafasida turibmiz. Bu galgi yarmarkada Yevropa mamlakatlarida ishlash istagini bildirgan 100 nafardan ortiq fuqarolarga ko'ngilli yoshlar amaliy yordamlar ko'rsatishdi. Har oyda 2 marotaba o'tkazilayotgan ishlar natijasida bugun xorijda qonuniy faoliyat yuritayotgan va yuqori daromadga ega bo'layotgan yurtdoshlarimiz tizimdagi islohotlardan mamnunlik tuyishmoqda. Koreya Respublikasiga borib mehnat faoliyatini amalga oshirib qaytib keldim. Yana qaytib ketishga hozir imkoniyatlar yaratilgani uchun, yana registratsiya qabul boshlangani uchun men kelib hujjat topshiryapman. Hozir bu yerda hujjatlarni qabul qilish sharoitlari yaxshi. Bizlarga yaratilib berilgan imkoniyatdan foydalanib rahmat aytamiz. Umuman olganda fuqarolarni avvalo mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish, bormoqchi bo'lgan davlatning tili, qonunchilik talablarini tushuntirish masalasiga qaratilgan e'tibor ularni kafolatli ish bilan ta'minlash uchun ham muhim.